Eng yaxshi himoya bu hujum. Chempionlar iqtiboslari. Agar hammaga birdek yoqayotgan bo'lsang, demak nimanidir noto'g'ri qilyapsan. Har bir kamchilikni ustunlikka aylantirish mumkin. Eng kuchli va yengilmas jamoaga qarshi o'ynasang ham, maydonga mag'lub bo'lish hissi bilan tushma. Odatiy narsalarni noodatiy bajarish ulkan muvaffaqiyat olib keladi. Men 1000 ta usulni o'rgangan odamdan qo'rqmayman. Men bitta usulni 1000 marta mashq qilgan odamdan qo'rqaman. Agar sizda dunyodagi eng yaxshi futbolchilar bo'lsa ham, bu sizda eng yaxshi jamoa bor degani emas. Tayyorgarlik qila olmadingizmi? Unda muvaffaqiyatsizlikka tayyorlaning. Ahmoq bu rivojlanishdan to'xtasam ham bo'ladi deb o'ylaydigan odam. Men esa ahmoq bo'lishni xohlamayman. Men chiroyli emasman, lekin qilayotgan ishim maftunkor. Seni o'ldirmaydigan har qanday qiyinchilik faqatgina kuchliroq qiladi. Agar charchasangiz, dam olishni o'rganing, voz kechishni emas. 5 marta 1-0 ga yutqazgandan ko'ra, 1 marta 5-0 ga yutqazgan yaxshi. Millionlab orzularning kushandasi bu odamlar nima deydi jumlasi. Eng katta xato bu raqibni pisand qilmaslik. Agar chin dildan harakat qila turib ham yutqazgan bo'lsang, seni tabriklayman. Ko'pchilik harakat ham qilmaydi. Hayot afsuslarga to'la, lekin ular uchun sarflangan vaqtga arzimaydi. Agar o'zingni o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zini o'zgartira oladiganlar bilan birga bo'l. Aqlliroq bo'lishning yagona yo'li aqlliroq raqib bilan o'ynash. Sizdan kuchliroq insonlar bilan mashq qiling. Hamma qoidalar bo'yicha harakat qilsa, siz o'z qoidangizni yozing. Boshqalar taslim bo'lgan joyda taslim bo'lmang va g'alaba qozonishning iloji yo'q joyda g'alaba qozonasiz. Omadsizlar omadga ishonadilar. Omadlilar esa o'zlariga ishonadilar. Har doim tabassum qiling. Bu raqibingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar odamlar sizni yaxshi ko'rishsa, demak siz yaxshisiz. Agar ular sizni yomon ko'rsalar, demak siz eng zo'risiz. Ba'zan balandroq sakrash uchun orqaga bir qadam bosish kerak. Menga otilgan toshlar shunchalik ko'pki, ulardan hatto haykal qursa bo'ladi. O'yin unutiladi, natija esa tarixda qoladi.